Ha, men sizlarga top 10 ta eng zo'r ustozlar haqida gapirib beraman. Qoromdan bo'lgani o'shancha qilganini ko'rdim. Video davomida biz ustozlarga 10 dan 1 gacha baho beramiz va meni eng yoqtirgan top 10 ta murabbiyimni aniqlaymiz. YouTube'da bunday video qiladiganlar juda ham kam. Shuning uchun hoziroq Super Muxlis kanaliga obuna bo'lib qo'ying. O'ninchi o'rin Gojo Satoru. Hududni kengaytirish, cheksiz bo'shlar. Zamonaviy dunyoning eng kuchli jodigari. Gojo olti ko'zga va cheksizlik texnikasiga ega bo'lib tug'iladi. Cheksizlik texnikasi juda ham kuchli texnika. Agar bu texnikani olti ko'zli odam ishlatsa, texnikadan juda ham yaxshi va samarali foydalansa bo'ladi. Eng kuchli bo'lish Satoruga yolg'izlik azobini beradi. Shuning uchun u yosh jodigarlarni tarbiyalashga qaror qiladi va bu orqali o'z g'oyadoshlari, o'zi kabi noyob insonlarni bir davraga yig'ishga qaror qiladi. Gojo jodigarlar jangi animesini bosh qahramoni emas, lekin eng mashhur qahramoni. Animening asosiy protagonisti Yuji Itadori jodigarlar kengashi tomonidan o'limga hukm qilinadi, lekin uning qatl marosimi kechiktiriladi. Chunki shaxsan eng kuchli jodigar Gojo Satoru uni o'z himoyasiga olgandi. Itadori Gojoning o'quvchisiga aylanadi va la'nat energiyasidan foydalanishni o'rganadi. Undan tashqari Gojo jodigarlar qotili Zenin Tojining o'g'li Megumini, la'natlar qirolichasiga egalik qiluvchi Yuta Okutsu va yana ko'plab jodigarlarga ustozlik qiladi. 9-o'rin Master Fu. Master Fu juda ham sodda, qo'pol va jasoratsiz nonvoy qizidan haqiqiy qahramonni ko'ra oladi. Xonqizining 3 ta mavsumi davomida Master Fu xonqiziga tumorlar haqidagi barcha bilimlarni berib boradi. Tarixga nazar tashlasak, yosh Fu rohiblarning gaplariga itoatsizlik qiladi va tovus tumoridan foydalanib, o'zi bilmagan holatda maxluq yaratadi. Aynan shu maxluq tufayli rohiblar ibodatxonasi vayron bo'lib, tovus va kapalak tumorlari yo'qolgan. Master Fu 100 yil davomida tumorlar saqlovchisi bo'ladi va 3-mavsum finalida bu lavozimni Marinette Dupeng-Cheng, ya'ni xon qiziga topshirgan. Agar tumorlar qo'riqchisi bu lavozimni boshqa birovga topshirsa, uning bolaligi, hayoti davomida qilgan ishlari, butun xotirasi yo'q bo'ladi. Master Fu buni juda ham yaxshi bilardi. Shunga qaramasdan tumorlar xavfsizligi uchun o'zini qurbon qiladi. 8-o'rin Hudson Hornet. Yosh va navqiron poygachi Hudson Hornet mag'lubiyat nimaligini bilmasdan shamol kabi tezkorida poyga vaqtida kutilmagan halokat sodir bo'ladi va bu halokat tufayli uni chetlashtirishadi. Uning o'rniga boshqa, yangi rusumli, yoshroq poygachini olishgan. Hudson Hornet hammasi tugaganligi, chempionatlar va g'alaba uchun boshqa kurasha olmasligini qabul qila olmaydi. U tushkunlikka tushgan holda inson qadami yetmas shaharcha Radiator Springs shahriga yetadi. Lekin hammasi tugagani yo'q. Hudsonning hayotiga yosh, qoni qaynoq poygachi kirib keladi. Bu chaqmoq Makvinida. Hudson Makvinning timsolida o'zining bolaligini ko'radi. Bu unga o'zi erisha olmagan g'alabalarni shogirdi orqali erishish mumkinligini anglatadi. Aynan Makvinga ustozlik qilganligi uni o'lishdan oldin mamnun bo'lishga sabab bo'ladi. 7-o'rin Splinter. Bu ustozning o'zi ham bir vaqtlar oddiy kalamush bo'lgan. Tajriba natijasida uning va 4 ta toshbaqalarning tanasi mutatsiyaga uchraydi. Keyinchalik ular inson kabi fikrlashga va yuqori jismoniy kuchga ega bo'lishadi. Splinter bu go'dak toshbaqalarni boqib oladi. Ularni himoya qilish uchun Yapon jang san'atlari va ninjutsuni o'rganadi. Keyinchalik toshbaqalar ulg'aya boshlagach, Splinterning mashqlariga qiziqishadi va unga shogird bo'lishadi. Uning murabbiylik falsafasi nafaqat jismoniy mashqlar va ninjutsudan iborat. U bolalarga tinchlik, sabr, jamoada ishlash va oila muqaddasligini ham o'rgatadi. Ba'zida u aqldan ozgan qariya kabi ko'rinsa-da, u shogirdlarini himoya qilish uchun jon berishga ham tayyor. U nafaqat murabbiy, balki 4 ta toshbaqa uchun otalik ham qiladi. 6-o'rin Yami Sukihiro. Hozir va shu yerda o'z chegaramni buzaman. O'z bo'lamman oldida yutqazsam. Qanaqangi kapitan bo'ldim. Yami Sukihiro Qora Clever animesidan. Men bu animeni yaqindagina o'zbek tilida ko'rib oldim. Menga juda ham yoqdi. Yami Yaponiyadan Clever qirolligiga keladi va u yerda Afsunga Ritser bo'lib, o'z bo'linmasini yaratadi. Clever qirolligida insonni qadr-qimmati uning nasl nasabi yoki kuchli sehrga egaligiga qarab belgilanadi. Yami ham bu yurt aholisi uchun kelgindi hisoblanadi. Shuning uchun ham Yami o'z bo'linmasiga Qora buqalar deb nom beradi. insonlarni kelib chiqishidan, qanday sehrdan foydalanishdan qat'iy nazar
Agar munosib inson bo'lsa, hammasini o'z bo'linmasiga qabul qiladi. Aslida Yami ham, Gojo ham ustoz bo'lishga umuman munosib emas. Yolg'on gapirish, mas'uliyatsizlik, o'ziga ortiqcha baho berish, bularning hammasi Gojoda ham, Yamida ham bor. Lekin Yami bo'linmasidagilarga o'z chegarasidan o'tishni o'rgata olgan. Ya'ni bor kuchi bilan emas, undan ham ortiqroq harakat qilib g'alaba qozonish mumkinligini. Undan tashqari animani bosh qahramoni asla sehrga ega emas va kim qanchalik kuchi bor, unga kim qanchalik katta kuch bilan zarba beryapti, bularni umuman his qila olmaydi. Shuning uchun ham Yami unga kidan foydalanishni o'rgatadi. Ki bu sehr emas, insonning sezgi qobiliyatlarini yuqori darajada foydalanishi. Bu orqali asta ham har qanday hujumlarga chap berishni o'rganadi. 5-o'rin General Airo. Airo Zuko uchun nafaqat ustoz, hattoki otasidan ham yaqinroq insonga aylanadi. Multserialning birinchi mavsumida Aironi miyasi aynib qolgan, ahmoq qariyadek ko'rsatishgan. Biroq aslida unday emas, chunki Aironing o'g'li halok bo'ladi va shu tufayli u jangni to'xtatib, ortga chekinishga majbur bo'lgan. Aynan shu daqiqalarda u yuksak donolikka ega bo'lib, hayotini jiyani Zuko uchun bag'ishlaydi. Chunki Zukoning o'zi uchun hayot qadriyatlarini, maqsadlarini aniqlay olmayotgan vaziyatlarida Airo unga hayotiy murabbiy bo'ladi va o'zini topish uchun yordam beradi. Avatarni izlash uchun uzoq yillik sayohati davomida ham Zuko amakisidan olov sehrining barcha sirlarini o'rganadi. Keyinchalik Zuko otasiga qarshi jang qilmoqchi bo'lganida, General Airo unga chaqmoq sehri bilan berilgan zarbani ushlab qolish va uni qayta yo'naltirishni o'rgatadi. 4-o'rin Ugway. Ustoz Ugway yuzlab buyuk jangchilar tomonidan donishmand deb tan olingan. Ugway yoshlik davrlarida katta qo'shinga sarkarda bo'lgan. Bu voqealarni Kung Fu Panda 3-qismida yaxshi bilasiz. O'sha paytlarda Ugway Kung Fu jang san'atini mukammal o'rgangan va jismonan yengilmas jangchi bo'lgan. Biroq keksalik donolik bilan birga keladi va u o'zining 30 yil umrini g'orda men kimman degan savol bilan o'tkazgan. Bu orqali ustoz Ugway o'zining ruhiy quvvatini boshqarishni o'rgangan. Ugwayning ham jismonan, ham ruhan yetuk jangchi ekanligi barchani lol qoldiradi. Ugwayning asosiy o'quvchilari yengilmas beshlikning eski tarkibi. Ugway hayoti davomida eng murakkab muammolarga eng sodda yechimlarni topish mumkinligi va tasodifan bo'lmasligini uqtirib kelgan. 3-o'rin Jiraiya. Jiraiya Naruto animasidagi eng mashhur ustozlardan biri. U 3 buyuk sanindan biri bo'lib, yovvoyi kuchi, ko'ngli kengligi va shogirdlariga mehribonligi bilan tanilgan. Lekin Jiraiya shunchaki shinobu emasdi. Uning xarakteri juda ham rang-barang. U ayollarga juda ham o'ch bo'lgan. Deyarli har kuni ayollar hammomiga yashirincha kirib, ularni poyrab o'tirgan. Bu jihatlari bilan u ko'pincha kulgili sahnalarni yaratgan. Lekin bu narsalar uni insoniy tabiiyligi va kamchiliklari borligini ko'rsatib turgan. Narutoga o'rgatgan narsalari esa boshqa masala. Jiraiya Naruto uchun nafaqat ustoz, balki otaning o'rnini bosuvchi inson ham edi. U Narutoga Rasengan texnikasini eng kuchli va samarali hujumlaridan birini, 4-Hokage Minato Namikazening texnikalarini, ayrim sirlarini, eng muhimi ichki kuchini boshqarishni, ya'ni ichidagi 9 dumli turkini nazorat qilishni o'rgatgan. Jiraiya faqatgina Naruto bilan cheklanmagan, u o'tmishda Pain va Minato kabi kuchli shinobularga dars bergan. Jiraiya shogirdlariga har doim hech qachon do'stlarini tashlab ketmaslikni, eng qiyin paytlarda ham kulib turishni, umidni hech qachon yo'qotmaslikni o'rgatgan. 2-o'rin Shifu. Aslida ustoz Shifuni qanday ustozligini ta'riflashga ham hojat yo'q. Qo'pol, ishyoqmas va semiz pandadan dunyodagi eng kuchli kung fu ustasini yarata olgan inson. Inson emas, qizil panda. Shifu o'zining birinchi shogirdiga bor mehrini beradi. Uni o'z farzandi kabi yaxshi ko'rib, ajdarho jangchisi bo'lishi uchun mashq qildiradi. Bu shogirdning ismi Tai Lung edi. Keyinchalik nima bo'lganini yaxshi bilasizlar. Shundan so'ng Shifu yengilmas beshlikka ustozlik qiladi. Lekin endi Shifu shogirdlariga boshqa mehr bermaydi. Ularni faqat va faqat kuchli bo'lish uchun tayyorlaydi. Yuqorida Hudson Hornet bilan bo'lgani kabi, Shifuning ham hayotida yangi shogird kirib keladi. Avvaliga Shifu pandani chidab bo'lmas darajada yomon ko'radi. Biroq Ugway aytadiki, tasodifan bo'lmaydi. Shifu xuddi Tai Lung bilan bo'lgani kabi Poni ham butun vujudi bilan harakat qilib mashq qildiradi. Keyinchalik oradan bir necha qismlar, seriallar o'tadi va biz avvaliga dunyo xatosi deb hisoblagan shogirdi bilan Shifuning ota va farzand kabi bo'lganligini ko'ramiz. 1-o'rin Shoto Aizawa.
Aizawa juda ham sovuqqon, aytilgan ishni bajarib, ortiqcha hissiyotlarsiz yashaydigan super qahramon. U boshqalarning qobiliyatlarini o'chirib qo'yish xususiyatiga ega, lekin buning o'zi qahramonlik uchun kamlik qiladi. Shunga qaramasdan Aizawa qahramon bo'ladi va o'zidan bir necha barobar kuchli dushmanlarni yengadi. Aizawa Mening qahramonlik akademiyam animesida bosh qahramonlar o'qiydigan super qahramonlar akademiyasida birinchi A sinfga sinf rahbarlik qiladi. Aizawa oldin ham bir nechta sinflarga sinf rahbarlik qilgan, lekin oldingi o'quvchilarni imtihonlarni qiyinlashtirgan va ularni akademiyadan haydab chiqargan. Bunga sabab Aizawa o'zining sinfdosh do'sti Kuragiri bilan birgalikda qahramon bo'lishadi va do'sti topshiriq vaqtida o'lim topadi. Avvaliga siz ham manga va bu ustozni yoqtirmaysiz, biroq birinchi mavsum finalida endigina tanishgan o'quvchilar uchun hayotini fido qilishga ham tayyor turgan Aizawani ko'rsangiz, ko'zingizga yosh olishingiz aniq. Sen rostdan ham zo'rsan. O'chirkalla. Faqatgina bu mavsumda emas, keyingi 7 ta mavsum davomida Aizawa o'z o'quvchilari bilan hayot-mamot janglarida yelkama-yelka jang qiladi. Bu uni o'quvchilari bilan yana ham yaqinlashtirib boradi. Bu video 1-oktyabr kuni chiqishi kerak edi. Biroz kechikdi, lekin baribir tayyorladim. Shuning uchun qaysi ustoz sizga ko'proq yoqdi? Kimningdir ustozi esimdan chiqdimi? Siz kimlarni qo'shgan bo'lardingiz? Hammasini batafsil qilib izohlarda yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, Super Muxlis YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Undan tashqari bizda Telegram kanalimiz ham bor. U yerda har kuni multfilm yangiliklari joylab boriladi. U yerga ham obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Shu yergacha ko'rganingiz uchun ham rahmat. Kelasi videogacha ko'rishguncha men sizlarni yaxshi ko'raman.